Aeroportga kelganmiz, niyat qiling, shuni aeroportdan chiqib, mana shunaqa chiroyli domlarda kirib yashayman deb, sababi bizlarga mana shu domimizdan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 3 xonali 95 kvadrat va narxi 98 ming. Hozir kvartiramizning ichini obzorni qilamiz. Qani ketdik. Kvartiramiz mehmonxonasidan boshlaymiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona. Gilam, parda qilingan, devorlar atachenda qilingan, bu tomonda mягкая zona qilingan va televizor o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda bizlarda koridor qismi kattagina, bu yerda esa bizlarda katalar yotoqxonasida kravat, terimo, tumbuchka va shifonerlar o'rnatilgan. Bu yerda ham gilam bilan parda qilingan va mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan, kattagina bo'layapti. Kuxona garnitura, kerakli jihozlar o'rnatilgan. Stиральный mashinka, xolodilnik, rakvina, gazli plitalar bor. Va двухконтурный kotel o'rnatilgan, sovuq qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasida ikkita kravat, shifonerlar o'rnatilgan. Mana shunaqa katta koridor qismimiz bor. Asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixojya mebel o'rnatilgan. Ana endi sanuzulni ko'ramiz. Mana bu yerda birinchi sanuzul joylashgan bizlarda. Bu yerda unitaz bilan rakvina o'rnatilgan. Qaytarib o'taman, kvartiramiz 95 kvadrat va narxi 98 ming. 8 qavat domning 6-qavatda lifti 24 soat ishlaydi. Aeroportda joylashgan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.